Xullas, obunachilar mana yig'ilgan mashina bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6, 7 ta mashina yig'ildi. Nexia 1, Nexia 2, Gentra, Nexia 1 yana bitta Cobalt, Nexia 2 Legenda yig'ilgan, bitta qora Gentra. Az bular narxlari bilan tanishtirib o'taman. Kimga qiziq bo'lsa, tepada egalarining nomerini qoldiraman. Telefon qilaverasizlar. Hammalaringga like bosib tarqatib qo'ying, hammalaringga omad. Oxiri baraka 34. Barakasi 34, oxirgisi. Variant yo'q. Shtir 4 ta balon yangi, metani bor. Dakimi shu yerdan bitadi. Mana shunday mashinalar kelib turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Nexia 1, Gentramiz ham bor. Kraskasi yo'q, top-toza. Nexia 2 qop-qora 2009 akulasidan. Nexia 1 молочный цвет, bitta kapotda kraskasi bor. Buni narxini 55 deyapti, buni 40 bo'lsa beraveradi. Anoni 34 bo'lsa beradi. Bu Gentraning egasi hozircha kelgani yo'q, kelsa uni ham savdo qilamiz. Obunachilar, mana bu Nexia'miz holati. Bitari 34 million. U yerda petnosi bor ekan. Sonismi, donismi bu? Sonis. Metan 100 talik. 80 talikmi? Bitadi degan joyi 34 ha? Variant yo'q. Barter bularda ham yo'q ha? Bo'lishi mumkin. Qora Nexia'da mana shu barter bormi? Bor. Aha. Barter qilamiz, agar kelsangiz yana ham kelishamiz. 2022 Gentra bu. Radnoy kraska bu. Radnoy kraska yurgani ham halol, 25 ming yurgan. Aha. Hol qo'lik bo'ldi, navorat qilingan. Testdan monitor qo'yilgan. Metani bor. Metani bor, ha, yaqinda metan ham qo'yilgan. 24 ming dedingizmi? 24 ya 25 ming yurgan. Ha, ko'raman. 26250 ekan. Ha, 26 ming yurgan. Kelsa monitorlari bor ekan. 26 ming yurgan. Beriladigan joy, bitadigan joy qancha? Radnoy kraska. 140 bo'lsa oxiri berib yuboramiz. Radnoy kraska 140 ga. Kraskasi faqat kapotda bor, 2007-yil. Donus motor, lyuks konditsioneri bor bu. Super konditsioner bu. Narxiga keladigan bo'lsak, 55 million deyapti. 50 ga savdosi bor. Qiziq bo'lsa telefon qiling. Legenda Nexia 2miz. Navoroti bor, tonirovkasi bor. Lyuk bor, konditsioner 1.6. 200 qancha ming yurgan bu hozir. Buni ham tekshiramiz. 237 ming yurgan bu. 236 ming 110. Kimga qiziq bo'lsa, petnosi bor 3 joyda, kraskasi umuman yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, 65 million. Ishtirga bo'lsa beraman deyapti. Varianti yo'q. Gentramiz yil nechi? Yili 2021-yilgi Gentramiz. 115 ming yurgan, ikkita joyda kraskasi bor-da. Ikkita krilo yangi qo'yilgan, eshigi yangi qo'yilgan. Suyagi toza mashina. Necha bo'lsa bitari? 115 ga berilmadi, bitar joy 120 million bo'lsa beriladi. Balon holatlari yaxshi turibdi. Metani bor. Salon chotki. Dokument o'zidan bitadi. Barter variant yo'q, ha? Variantga ham gaplashib beramiz. Bu chexollar qimmatdan taqilgan ekan. Kimga qiziq bo'lsa, tepada nomerlarni qoldiraman, telefon qilasizlar o'zlariga.